Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy chet el bilan aloqalashgan Uyg'urlarni texmi qattiq jazolaydiganligini bildirgan. 2021-yili 5-oyning 28-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonning Aqsu viloyatida ochilgan yig'inlarda telefon haqida jiddiy tadbirlar elinadiganligi, chet el bilan aloqalashgan har qanday odamning nima mazmunda so'zlashganligidan qat'iy nazar qattiq jazolanadiganligi uqtirilgan. Xitoy Urumchiga jiddiy nopus yo'tkashga boshlagan. 2021-yili 6-oyning 1-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy boshqa joylardagi Uyg'urlarning Urumchiga ko'chib kelishini osonlashtirgan bo'lib, uy olgan odamning nopusini butun oilasi bo'yicha Urumchiga tezdan yo'tkab berdi ekan. Urumchiga bundaq jiddiy nopus yo'tkashning sababi Urumchini xalqaroliq tekshiruvchilarga ovoz qilib ko'rsatish bo'lishi mumkin ekan. Kishilik huquq tashkiloti Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib borgan qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat deb atadi. Dunyo tinchlik tashkiloti to'rining 31-maydagi xabarda deyilishicha, kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti 19-aprel doklad e'lon qilgan bo'lib, dokladda Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarata elib borgan qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi o'tirib qo'yilgan. Stanford kishilik huquq va xalqaro adliya markazining xizmatchisi Ben Van Shakning bildirishicha, Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistondagi musulmonlarga qaratgan siyosati va qilmishlarining xalqaro jinoiy ishlar qonuni bo'yicha insoniyatga qarshi jinoyat o'lchamiga mos keladiganligi texmi oydinlashgan. Xabarda Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi jinoiy qilmishlarini to'xtatish uchun texmi kuchlik, texmi moslashgan xalqaroliq besimning intayin zarur ekanligi tilga ilingan. Amerika va ittifoqdoshlari Sharqiy Turkistonni to'salg'usiz ziyorat qila olish uchun Xitoyga chaqiriq qildi. Bloomberg to'rining 31-maydagi xabari qaraganda, Avstraliya va Yangi Zelandiya rahbarlari Xitoyni kuzatuvchilarning Sharqiy Turkistonni to'salg'usiz ziyorat qilishga ruxsat berishga chaqirgan bo'lib, Avstraliya bosh ministri Scott Morrison va Yangi Zelandiya bosh ministri Jacinda Ardern Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq vaziyatidan qattiq andish qildiganligini bildirgan. Yaqindan buyon Avstraliya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat kun sari nacharlashayotgan bo'lib, Xitoy Avstraliyadan kelgan bir turkum importni to'sib olgan va tamojni beji olgan. Xitoy har doim muxbir va boshqa kishilarning Sharqiy Turkistonga kirishiga yo'l qo'yamiz deb jar solib kelgan bo'lsa-mu, hozirga qadar Sharqiy Turkistonni ziyorat qilgan jurnalistlar ziyorat davomida nurg'un cheklanmalarga uchraganligini va Xitoy soqchilarining ularga ergishib olganligini oshkorlagan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin dushanba kundagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Avstraliya va Yangi Zelandiya rahbarlarining Xitoyning ichki ishiga aloqador masalalarda chekdan oshdi deb ayblagan. Xitoy Hindiston chegarasi atrofida birlashma havo mudofaa sistemasi barpo qildi. Hindiston vaqti gazetining 2-iyundagi xabariga qaraganda, Xitoy ozodlik armiyasi yaqinda havo armiyasi bilan quruqliq armiyasini birlashtirib, o'zining g'arbiy urush qo'mondonlik markazi uchun amaliy kontrol sizig'i atrofidagi xizmatlarni boshqaradigan havo mudofaa sistemasi barpo qilgan bo'lib, Xitoyning bu harakatlari Xitoy hukumatining mazkur rayondagi o'rnining kuchayganligini ko'rsatib berdi ekan. Bir yildan ko'proq vaqtdan buyon yuz berayotgan Hindistonning Xitoy chegara to'qinishida Xitoy Sharqiy Turkiston va Tibet rayoniga yangi harbiy uskunlarni yo'tkagan bo'lib, amaliy kontrol sizig'i atrofidagi havo mudofaa kuchini oshirgan. Aviatsiya shirkatining muavin marshali Manmohan Bahadirning bildirishicha, Xitoyning bu xil harakatlari Hindiston uchun tahdid shakllantirdi ekan. Angliyada Uyg'ur soti ochildi. Erkin Osiyo radiosining 2-iyundagi xabariga qaraganda, Angliyadagi mustaqil Uyg'ur sot kollegiyasining
Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini baholashni maqsad qilgan tunji qatimliq isbot anglash yig'ini 4-iyundan 7-iyungacha davomlashadi ekan. Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi jinoyatlarini tunji qatim sotlashdek bu tarixiy voqeani Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi naq maydondan ulab xabar qilgan. Amerikaning Obida kuni va Uyg'urlardagi obidilik shaxslar. Har yili 5-oyning oxirgi haftasining dushanba kuni Amerikaning muhim milliy bayramlaridan biri bo'lgan Obida kuni xotirlanadi. Bu bayram Amerika uchun jonni pido qilgan kishilarni xotirlaydigan bo'lib, Amerikaliklar uchun intayin ahamiyatli bir kundir. Shehidlarni aslashni asos mazmun qilgan bu bayram orqali Amerikaliklar o'zlari uchun obidaga aylangan shaxslarni xotirlaydi. Bu bayramning kelib chiqishi 1860-yillardagi Amerikada Janub-Shimol urushi bo'lg'achqa, hozirmi Janubdagi 9 shtat va ba'zi ziddiyatli shaxslarni va Janub uchun urushib o'lgan kishilarni qahramon sifatida xotirlaydi. Shundaq bo'lishiga qaramay, Amerikaliklar bu bayramni birlik va ittifoqlik ichida xotirlaydi. Bu bayramdan bilishga tegishli bir hikmat shuki, dunyodagi eng qudratli davlatda obidilik shaxslar va qahramonlar davlat uchun qo'shgan tuhfalari uchun yod etildi va xotirlandi. Ziddiyatli taraflar tilga ilinmaydi. Ammo dunyodagi eng qattiq zulmga uchrab, eng ojiz o'ringa tushib qolgan Uyg'urlarda ba'zi kishilar chiqib, obidilik shaxslar va qahramonlarning kishilarga texi ma'lum bo'lmagan xatoliklarni tep chiqib, ularning obrazini xunuklashtirishga urindi. Hammamiz bilamizki, hech kimning ziyon tortadigan tijorat qilg'isi yo'q. Hozirgidek kaskin bir vaziyatda Ahmadjon Qosimni tortib chiqib, uni va 2-Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini inkor qilishning qanday bir ahamiyati va zaruriyati borligini aqlga sig'dirg'ili bo'lmaydi. Albatta, tarixga va tarixiy shaxslarga baho berish xato emas. Ammo har ishning vaqti va o'rni bo'ladi. Agar Uyg'urlar o'zining mustaqil davlatida yashayotgan bo'lsa edi, tarixiy shaxslarga har qaysi nuqtadan chiqib baho berishni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ammo qildigan ishining ko'pligida vaqt va zehn yetishmayotgan bugungi kunda Xitoy bilan pas chiqarib, Uyg'urlardagi obidilik shaxslarni tarix sahnasidan tushirishga urinish Uyg'urning manfaatiga tubdan xilof bir ish. Baho berishdagi maqsad uni inkor qilish uchun bo'lmasdan, balki tarixdagi xatoliklarning qaytalanmasligi uchun bo'lishi kerak. Tarixdagi ko'plagan psixikalik urushlarga qaraydigan bo'lsak, qarshi tarafning psixikasini vayron qilish uchun yolg'ondan xoinlik hikoyalarini to'qib, har xil qiyin qistoqlarga bardoshlik bergan insonlarning psixikasini vayron qilishga uringan misollar bak ko'p. Bir insonni vayron qilishning eng oddiy usuli uning irodasini va ruhiy kayfiyatini vayron qilishdir. Bir insonning irodasi va ruhiy kayfiyatini vayron qilishning eng oddiy usuli u insonning ishonchisini, g'urur iftixorini vayron qilishdir. Bir insonning ishonchisini, g'urur iftixorini vayron qilishning eng oddiy usuli u inson eng ishongan, aqida qilgan, cho'ng bilgan va hurmat qilgan insonlarning obrazini xunuklashtirish, ularni razil ko'rsatish va ularni xoinga chiqarishdir. Haqiqiy g'ururi va aqidasi bor bir insonga nisbatan eng cho'ng azob tan jazosi bo'lmasdan, balki o'zi eng ishongan, aqida qilgan sabdishi, do'sti va yoki yaqin tuqqani tarafidan setilishi, ular tarafidan o'ziga ihonat qilinishdir. Har qanday qiyin qistoqqa bardoshlik bergan bir botir, balkim o'zining eng ishongan sabdishi, do'sti tarafidan setilganligini bilganda, uni undoq oson qabul qilolmasligi va ruhiy jihatda qattiq zarbaga uchrashi aniq. Inson o'zi ishongan insonning yolg'on ekanligini, o'ziga xiyonat qilganligini bilganda paydo bo'lgan tuyg'u dunyoda eng azobli tuyg'u bo'lib, xiyonat yolg'iz insonning qalbini azoblab qolmasdan u insonning ruhiyatini qaraytidi. U xil tuyg'u bir tumonga o'xshash
insonning qalbiga cho'nqur o'rnab, uzun mezgil insonning ko'z oldidan ketmaydi. Amerikalik yozuvchi Heather Brewer mundaq degan ekan: dunyoda eng yomon azob do'st tarafidan xiyonat qilinish bo'lib, u jismoniy og'riqdan, hatto boshqa his qilg'ili bo'lgan har qanday ruhiy azobdan halqib ketgan. Demak, bir millat qahramon deb bilgan tarixiy shaxslarga baho berganda samimiy, salmoq va mas'uliyatchan bo'lib, oldirab ularni inkor qilmasligimiz, bo'libmi ularni ihonat bilan ayblashdan alohida ehtiyot qilishimiz, uning oqibatini yaxshi o'ylashimiz kerak. Ahmadjon Qosimi Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixidagi dahi, vatan va millatning hurligi uchun imkoniyatning yetishicha tirishchilik ko'rsatgan va shu yo'lda yosh hayotidan ayrilgan bir qahramon. Bu haqda tarix allaqachon yakun chiqarib bo'lgan. U xalq ichida alohida obraz va ulgu yaratgan tarixiy bir shaxs. Bundaq bir tarixiy shaxsga baho berganda uni biroqla inkor qilish yolg'iz uningga qilingan haqsizlik bo'lib qolmasdan, balki uningga ishongan, hurmat qilgan va uni lider, qahramon deb bilgan millionlagan Uyg'urga qilingan ruhiy zarba. Bu xil ruhiy zarba xalqimizga zo'r darajada umidsizlik elib kelishi mumkin. Har qanday bir millatning qahramonlarga ehtiyoji bor. Xalqimizning ham shundoq. Inson o'zi hurmat qilgan, ishongan va o'ziga ulgu bo'lgan qahramonlardan jasorat oladi, ularning ish izlaridan faxrlanadi. Natijada kelgusiga umid bilan qaraydi. Hozirqidek bir mezgilda bo'libmi, xalqimiz chorasizlikdan nima qilishni bilmay tirkishayotgan hayot mamotliq bir mezgilda xalqimizning ehtiyojli bo'layotgani o'tmishni inkor qilish emas, balki mavjudligini saqlab qolishga bo'lgan umid va ishonch. Bundaq ahvol ostida xalqning qalbida qahramon, lider deb o'rin olgan bir tarixiy shaxsni tortib chiqib, uni inkor qilish zo'r darajada qaymoqish paydo qiladi. Agar bir millat o'zining o'tmishidan, o'zining tarixiy shaxslari va qahramonlaridan faxrlanmasa, yoki bir millatning u faxr tuyg'usi qasddan vayron qilinsa, u millat o'zining ruhiy uzug'idan ayrilib tushkunlikka yuzlanishi mumkin. Agar tarixni tadqiq qilish va tarixga baho berishning hozirimiz va kelgusimiz uchun foydasi bo'lmasa, uni tadqiq qilish va uningga baho berishning hech qanday amaliy ahamiyati bo'lmaydi. Vatan millat uchun hayotini fido qilgan insonlarni, bo'libmi obidilik shaxslarni inkor qilish va haqoratlash, millatga ziyon solish va haqorat bo'ladi. Erik yo'lidagi qismatlar. 6-qism. Turkiyadagi iztirobliq Uyg'urlar va jafoliq hayot. Shunda qilib 2014-yili 9-oydan boshlab Odiljon va hamrohlari omon-eson holda g'oyiviy manzili Turkiyaga qadam besib, bir yilga so'zilgan chet el hayotini boshlaydi. Dastlabda ular intayin xo'shal-xo'ram horduq chiqarib Turkiyaga sog'-salomat kelib olganligidan olamcha so'yingan bo'lsa-mu, biroq shu yili kuzda vatandan kelayotgan shum xabarlar, bo'libmi ularning oilalariga aloqador shum xabarlar ularning Turkiyadagi xushalligini birdilla butunlay yo'q chiqarib etadi. Eng qattiq balo qazo yanada Odiljonning oilasiga keladi. Chunki 2014-yili 19-aprel Urumchi vokzal voqeasi bilan 22-may Qiziltog' bozori voqeasini bahona qilgan Xitoy hokimiyati shu yili 28-maydan e'tiboran vatanimizda atalmış qattiq zarba berish davlat terrorligini qo'zg'agan bo'lib, Odiljonning oilasi Aqsu Oyko'lda bo'lgandan sirt nuqtaliq xatarlik oila deb qalpiqi bo'lg'ashqa tunji zarbidan xoli bo'lolmagan. Saqchilar Odiljonning chet elga qonunsuz yo'llar bilan qechib ketgan degan jinoyatni ortib,
uning ayoli va ota-onasini tutqun qilib olgan. Uzoq o'tmayla uning ayolini eriga pul urib berib, kechib ketishga yordamlashgan degan atalmış jinoyat bilan ayblab 20 yillik kesib o'tgan. Bu xabarni anglagan Odiljon birer oydek o'rin tutib yetib qolgan. Chunki uning ojizlab ketgan teni bunchula og'ir balo qazolarga bardoshlik bera olmaydi. Boshqalarning ahvolimi buningdan farqsiz bo'lib, hammasining oila a'zolari va xotin bolalari o'xshash qismatlarga duchor bo'lgan edi. Gerçi boshqa yurtdoshlar va konu qadinaslar Odiljon va hamrohlarga tasalli berib, vaziyat kelarjili yaxshilanib ketidi deb ko'nglini yasab boqqan bo'lsa-mu, biroq 2015-yili vatanimizdagi vaziyat texmi yomonlashib, ularning boshqa urug' tuqqanlarimi Xitoyning ziyonkashligidan omon qola olmaydi. Oqibat bu yigitlar Turkiyada chorisizlik va amalsizlik ichida bir yildak tishini tishlab yashashga majbur bo'ladi. Bu jarayonda ularning bir yil burungi tuyg'ulari bilan 2015-yildagi tuyg'ulari osmon zimin farqlanadigan holat shakllanadi. Ularning ichidagi o'qimishliq biri yangi kelgandagi tuyg'usi bilan bir mezgildan keyingi tuyg'usini selishtirib shundoq deydi. Turkiyaga yangi kelganda hayajon bilan qanday qilsa mushu davlatning nupusiga o'tkilib bo'ladigando deganni o'ylab yashaydigan gapkan. Keyincha vaqt o'tgan sari, vatanni seg'ingan sari men nimishga keldim bu yerga. Maqsad jon beqishma. Jonni vatandimi buningda yaxshiroq boqqili bo'ladi-ku. Maqsad ilm elishmi? Ilm elishdagi maqsad nima? Ma'qul. Ilm oldik deyli. Turklarning olimlari ko'p. Bizga ehtiyoji yo'q. Bu ilmni men nada ishlataman? O'z qavmiga foydasi bo'lmagan ilmning jon beqishdan boshqa nimaga foydasi? Xilma-xil savollar o'tirg'i chiqishga boshlaydi ekan. Turklarning ish og'ritgan nazarda qarashlari. Orqamizdan bu bechoralar Çin zulümüde yaşayalmay, bek bozak bulup, bu yerge panah dağıtıp gelgenler. Aciz insanlar, köngünü ağırtmaylı. Zulümü uçurgan mezlum dua kılsa, duası icabet buludu. Digendek yiztaşlık sözleri kulak kırıp kalıdı iken. Yani bazı lükçek Türkler, siler bek yavaşken siler. Bizni Çinler, undaq bozak kılıdığan bolsa, öyünü taşlap kıydap çıkıp ketmey, canını tikip ilişip, cacisini berettik, deydiken. O'qish tugab bo'lganda nimishqa vataningga qaytib, o'rganganlaringni xalqingga o'rgatmaysan, deydi ekan. Xizmat topolmayman desa, vataningga ketmasang, albatta xizmat topolmaysan, deydi ekan. Gapning qisqasi, hech bir vaqt bu Turkiya o'zimizning vatanidek bo'la olmaydi ekan. Men hijrat qildim deganlarga gap tayyor ekan. Payg'ambarimiz Madinaga kelib davlat qurdi. Davlat raisi bo'ldi. Keyin Makkani fath qildi. Buning ismi hijrat. Türkiye'ye kelgenler bu yerde devlet kurup keyin yurtunu fetih kılış imkaniyeti yok. Türkiye'de zaten küçlük bir devlet var. Yenisini kurup emisi mi buludu? Bazı Türkler şundaktaydı iken. Bu yerge kilovatkallarını fakat kış peslide şimaldan canupka, ısık çaylarga karab uçuvatkan kuşlarga, kakas yerden ot çöp izlep yeşil yaylaklarga yürüyüş kılıvatkan padılarga okşatışı mümkün. Bunu anlaganda açığımız keledi iken. Men degan sharafli bir inson tursam, nimishqa meni qushlarga, qo'y qalalarga o'xshatsan, deb ichimizda batnab qo'ya oladi ekanmiz. Odiljonning xeli burulla Turkiyaga chiqib ketgan konu do'stimi o'xshash tuyg'ularni yangi kelganlar bilan o'rtoqlashib shundoq deydi. Ilgari Madinaga berib, Masjidi Nabaviyga yaqin bir yerdan uy ilib yashashni bekla orzu qilatdim. Hatto mushu orzu vajidan Turkiyaga kelib 10 yil yashapmi bu yerden nopos alanmagan. 2010-yili nopos bereyli deb telefon qilgandimi? Rahmat. Men olmayman deb rad qilgandim. Keyin bir ustozimizdan bir Türk o'quvchi so'radi. Hocam, oilamizdagi hammanglar Madinaga berib yashashni qaror qildik. Chunki dunyodagi eng yaxshi yer Madina. Ustozimiz mundaq dedi. Agar men boshqa yerga berib yashamoqchi bo'lgan bo'lsam, Madinaga emas, O'rta Osiyoga, ya'ni Samarqand, Buxara, Qashqardagi yerlarga boratdim. Payg'ambarimiz vidolish hajjida xutba o'qiganda naq maydonda 120 ming atrofida sahoba bor edi. Biroq bulardan Madinada vafot bo'lganlarning soni 20 mingmi yetmaydi. Undaqda 100 mingdan ortiq sahoba qayaga ketdi? Dunyoning har qaysi joylariga ketdi. Nimishqa? Payg'ambarning so'zini yetkazish uchun
islomdan xabarsiz yashagan insonlarga islomni bildirish uchun. Masalan, sahoba Abu Ayyub al-Ansari 84 yoshda Istanbulga kelib, bu yerda vafot bo'ldi. 3-xalifa Hazrati Osman zamonida Qibrisga 40 sahoba kelgan. Bularning qabrisi hozirmi Qibrisda. Bular nimishqa kafir davlatlarga borgan? Bularning bir ulug'vor g'oyasi bor edi. Faqat jon saqlash uchun yashamaydi. Borgan yerga nur tarqatdi. Ular turgan yer ovatlashatdi, gullanatdi. Yusuf alayhissalom dastlab kirgan zindon qandoq edi, keyin qandoq bo'ldi? Pokizlanmadimi? Biz bu dunyoda cheklik yashaymiz. Lekin mush cheklik hayotdagi g'oya nishon bizning kelgusidagi oxiratdagi istiqbolimizni belgilaydi. Sizning sababingizdan birining to'g'ri yo'lni yaratuvchini tunib iymon etishi bu dunyodagi eng qimmatli narsalardan muqimmatlikdir. Bu dunyoda zulm vaqtliq, ammo kufri qiyomatgacha tugamaydi. İmtihan dunyosi bo'lg'ashqa inson shundoq eg'ir siniladi ekan. 15 yil burungi ishni eslab baqsam, shu chaqda Urumchidagi o'rta maktab va oliy maktablarning o'qituvchilarining maoshiga qaraganda, Jiroq Xotandagi chet yaqin rayonlardagi o'rta maktab o'qituvchilarining maoshi bir hassa yuqori bo'lganmish. Nimish shundoq? Chunki Namrat rayonlarga atalmış to'liqlimi beratdi. Turkiyada shundoq ekan. Ankara, İstanbul, İzmir qatorliq yerlardagi ma'murlarning maoshiga qaraganda, sharqiy viloyatlar, Diyarbakır, Hatay, Shirnoq, Malatya qatorliq yerlarda xizmat qiladigan ofitser ma'murlarning maoshi yuqori bo'ladi ekan. Nimishqa? Chunki bu yerlar jafoliq. Xizmat qilish mushkul bo'lg'ashqa hukumat ularga to'liqlimi pul berdi ekan. Albatta, eng odil yaratquchi bo'lgan Alloh taolo bandalarga intayin mehribon bo'lg'ashqa, qiyin sharoitda, jafoliq muhitda iymonda mustahkam turgan bandisiga katta ajr savob berdi ekan. Balkim İstanbulda o'qigan 1000 rakat namozning savobidan Oqsuda o'qigan 1 rakat namozning savobi ortiq bo'lishi mumkin. Qisqasi, Peqir garchi Turkiyada bo'lsam-mu, ammo har vaqt vatanda qaddini tik tutib, musulmonlik salohiyatini yoshirmay, yotlarga bo'zak bo'lmay yashayotgan qarindoshlarimga havas qilaman. Uyg'urning eng notisi vatanda nochi yashayolganlar. Yurtini, uyini haq tashlab bermaganlar. Yaratquchi vatan qilib bergan zaminga ega bo'lib yashay olganlar eng esil insonlar deb bilaman. Chet eldagilar vatanimizga qaytolmagan, vatanga foydamiz bo'lmagan muddat ichida baribir jon saqlaydigan insonlarmiz. Xuddi qishda issiq balvoqqa ko'chib borgan qorliqashlardek bu yurtda bir mezgilli qola olamiz. Biroq mangu qola olmaymiz. Toshmo tushgan yerda aziz. Kishi yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda ulton bo'l degan maqol tamsil bekoga etilmagan bo'lsa kerak. Qurbanjonning tuyg'ulari texmi murakkab bo'lib, u tunji qitim chegarada yo'liqqan qo'pol muomala bilan vatandagi oilasi haqida kelayotgan shum xabarlar qo'shilib, uning psixikasi texmi buziladi. U shu chaqdagi tuyg'ularini bayon qilib mundaq deydi: "Chat elga chiqib ko'gnim shu bo'ldiki, Uyg'urlar nadil yashasin, namratliq, yo'qsullik va bechorlik ichida yashaydi ekan. Vatanda bo'lgan bo'lsam-mu, bunchalik urilib, qiqilib, so'qilib yurmasdim. Chorisizlik ichida ah chekib yurgan kunlarimda bizni chet elga qiziqtirganlardan ba'zilar Iroqqa berib, jihad qilishga undidi. Chunki menga o'xshash pasportsiz kelganlar uchun Turkiyadagi qimmatchilik va ishsizlik ig'ir davlatda yashash oson emasmish. Bo'pti, shunda qilay. Biroq buni Türkler o'qib qolsa qat'iy bo'lmasmish. Chunki Polat Alamdarning Kurtlar vodisi Pusu filmining keyingi qismlarida Iroq Sham xalifaligining Abdi Bashirsi oshkorlanib, bakli nachar ko'rsatilayotgan. Uning ustiga Turkiya ularga qarshi turadigan bo'lg'ashqa, Jiroqdan Turkiyaga panoh tilab kelgan Uyg'urlarning Iroqqa jihodga mengayotganligini Turklar bilib qolsa, buningdan keyin boshqa Uyg'urga yordam qilmasmish. Yana nurg'un mishmish vatandagi chog'da filmda ko'rgan Turkiya, men hozir ko'rgan Turkiyaga butunlay o'xshamayotdi. Shundaqdimi, hozir ko'rayotgan kunlarimga 100 ming shukr. Tayland o'rmonligidagi zaharlik pashilardan qutuldim. Dimiq issiq Malayziyada mukib saqchidan qechib yurishdan qutuldim. Ayoli va bolalari boshqa turmada, o'zi boshqa turmada yetib, bo'riki,
ishki a'zolari allaqachon kardan chiqib, nimjon holatda o'limni kutib yetayotgan necha ming Uyg'urga qaraganda mening ahvolim herhalde yomon emas. Qo'limda kimlik yoki pasport bo'lmag'achqa bu yerda ishlarim ravon bo'lmagan. Yanchiqda pul yo'q. Bir kun osh, bir kun to'q yurayotgan bo'lsam-mu, ammo menda farzandlardi, xotin bola vaqi bilan jam bo'lishlardi yo'q. Yer osti masjidda vaqtliq turalg'ida her holda gilam ustida yotqili bo'ladi. Taylandda turmada dog' simont yerda oylarcha yetib ketganlarga qaraganda gilam ustida yetish to'limi huzurliq ish. Aysajon qochoq yo'l bilan Turkiyaga kelgan Uyg'urlarga boshdan oxiri g'amxo'rlik qilgan bir turk saxovatchi haqida mundoq deydi. 60 necha yoshlik bir turk tijoratchi Malayziyada turish jarayonida Uyg'urlarning ichinishlik ahvolini ko'rib, ularga qattiq ish og'ritib, ularni qutuldirish ko'yiga tushdi. Chunki u Uyg'urlarni qutuldirmasa, ularning kasal azobida qiynalib, o'lishiga sukut bilan qarab turishga to'g'ri keladi. İmanı ba musulmonning buningga toqati bormi? Oxiri bir amallarni qilib, yüzdek Uyg'urni Istanbulga elib keldi. Hamda bularga jiddiy holda yemek içmek, dori va yotadigan yer topmasi bo'lmaydi. Turkiyada hozir Suriyadan kelgan 1 milliondan ko'p musofir, Iroqdan kelgan necha yuz ming musofir, Somalidan, Misrdan, Afrikadan kelgan necha yuz ming musofir bo'lg'ashqa, bularga har kuni iyoni yordam to'plash üzülmeydigan bo'lg'ashqa, yerlik turklarmi xeyli bezor bo'lib ketgan edi. Yordam tilab borgan yerlardan 10ning biridan ma'qul javob chiqsa, 9'i kechiring, hozircha ortiq pul yo'q deb quruq qo'l yondiratdi. Safaköy va Zaytinburnu qatorliq yerlardagi Uyg'urlar kuchi yetganlari bu musofir qarindoshlarining un, yog', gurish degandek ehtiyojiga yordam qila olgan bilan bularmi aran kunini ilayotganlar bo'lg'ashqa, kun seri kelayotgan bu pasportsiz, pulsiz qarindoshlarga davomli yordam qilishga qurbi yetmay, Türk dernek vaqiflarning adresini berib yo'lga selib qo'yishatdi. Oq ko'ngil saxovatchi Türk bir kuni bir vaqifga berib Uyg'urlarning dardini anglatdi. Uning so'zini ting'igan dindor Türk mundoq dedi: "Men Urumchi va Qashqarni ko'rdim. Uyg'urlarning ahvolini bilaman. Uyg'urlarning turkum bo'lib Turkiyaga ko'chib kelishini qo'llamayman. Uyg'urlar o'zining tug'ilgan vatanida ching turib, o'z zaminini tutib yashamasi bo'lmaydi. U zaminni yatlarga tartqizib qo'ysa bo'lmaydi. Turkiya Cumhuriyeti yangi qurilib, Bulg'ariston mustaqil bo'lgan yillarda u yerdan 500 ming atrofida Turkiyaga ko'chib kelgan edi. Davlat hozir shularning kelishiga ruxsat qilib, bakli xato qilganligini tunib yetdi. Bulg'ariyaning hozirgi noposi 5 million. Erlari aroq ichib yurdi. Noposi ko'paymay ozlayotgan bir davlat. Agar o'z vaqtida 500 ming turk u yerdan ko'chib ketmay, ching turib yashagan bo'lsa, kunimizda ularning soni 2 milliondan oshgan va Bulg'ariya bir turk yurti bo'lgan bo'ladi. Afsus, biz u yerni turk yurti sifatida tutib tura olmadik. Turklarni ko'chirib akilib xato qildik. Yana G'arbiy Trakiyadagi turklarning Turkiyaga kelishini hozir hukumat cheklab turyapti. Turklar o'zi tug'ilgan zaminni ching tutib, yatlarga tatqizib qo'ymay yashaganda, ondan to'g'ri ish qilgan bo'ladi. To'g'ri dedingiz. Ammo bu Uyg'urlar hozir intayin bechora holatda. Bularga yordam qilmasangiz, ochliq, kasal va yo'qsizlikda o'lishiga sukut qilsangiz bo'ladi. Boshqa amal yo'q. Bo'ladi. Men bir qitim ozroq yordam qilay. Lekin buningdan keyin bundaq pasportsiz keladiganlarni cheklamasak, ham bularga uval bo'ladi. Hamda bundaq eqib kelishini to'xtatib bo'la olmaymiz. Shunda qilish kerak. Lekin hozir Malayziyada 5000 dan ortiq Uyg'ur Turkiyaga kelish uchun fursat kutib yotadi. Ularning pasporti yo'q. Intayin bechora holatda. Xitoyga qaytarilsa, udul turmaga bordi. Shunga qaytishni xohlamaydi. Siz 5000 dan ortiq Uyg'urning chegaradan o'g'irlikchi o'tganligiga ishonamsiz? Chegarada qarovul yo'qmi? Ularga qasdan yo'chiq echib berib, borish kelmas yo'lga selib qo'yganlar yo'qmidi? Meningcha, bularni o'z yurtidan mangulik ayirayotgan kuchli bir qor qo'l bor. Pasport bilan chiqqanlar xolis qaytib ketalaydi. Ammo pasportsiz chiqqanlar vatanidan manguga ado juda bo'ladi. Shundaq. Menmi u Uyg'urlar
aldanıp chiqqan bechoralar ekan deb bilgachga ularga heztashlik qilib yordam qilyapman. Ular Alloh yo'lida jihad qilyapti. Jihadni qaysi dushman bilan nada qilyapti? Ularning eng cho'ng dushmani Iroq, Suriyadimi yoki o'zining yurtidimi? O'z yurtidan ayrilgan odamning eng cho'ng g'imi yashash, jon beqish, uningdan oshqanda boshqa ishlar. Bularni bu yerda tortishmaydi. Bular yurtimizga hijrat qilib kelgan muhojirlar. Yordam qilish bizning majburiyatimiz. To'g'ri dedingiz. Lekin bir musulmon oldirab o'zini xatarga tashlasa, buning oqibatiga o'zi mas'ul bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga rioya qilmagan musulmon bu dunyo va oxiratda xor bo'ladi. Payg'ambarimiz o'z vaqtida Makkadan musulmonlarni Habashistonga hijratga avatishdan burun Habashistonning ahvolini egiladi. Musulmonlarning u yerda bexatar yashashiga ko'z yetgandan keyin ularni avatdi. O'zi eng oxirida Madinaga hijrat qiladigan chog'dimi, ikkinchi Aqaba bayitida Madinadan kelgan musulmonlardan o'zini qo'g'dash haqida va'dinoma, kapolatnoma olgandan keyin ondan hijrat yo'liga qadam tashladi. Hijratga tavakkul qilgan Uyg'urlar Vyetnam, Tayland, Malayziyadan shundoq va'dinoma olibdimi? Qani qaysi biri uningga kelsangiz bexatarligingizga kapolat qilamiz debdi. Chegaradan qechib chiqqanlarning hijrati payg'ambarimizning sunnatiga, bexatarlik tadbiriga mos kelamdi. Shundoq deganlaringizning hammasi to'g'ri. Ammo hozir bo'g'iliq bo'lib bo'ldi. Ya bularning ochliq va kasalda o'lishiga qarab tursak bo'ladi, yoki qo'limizdan kelishicha yordam qilsak bo'ladi. Ma'qul. Men bir qatim ozroq yordam qilay. Lekin endi yo'l minib, mushu qonunsiz keladiganlarning yo'lini etishga kuchayman. Bo'ladi. Shunday qiling. Yuqorqi gaplarni ko'ngil qo'yib anglab, cho'nqur ta'sirlangan Aysojon boshqa hamrohlardan farqli holda Turkiyada yerlashib qolishni tanlaydi. Qolganlar bir yildak Qaysariya, Konya va Istanbullarda yashab boqqandan keyin hayotning ahamiyati yo'qoldi deb qarab, o'xshash fikrdagi tangtushlari bilan birga 2015-yili avjiga chiqqan Suriyadagi jihad qaynimiga kirib ketdi. Ammo ular dushman tarafidan yana foydalanib ketilganligini his qilgan chog'da to'limi kechikkan edi. Undaqda mazkur yigitlar qandoq iziqtirishlar ichida kimlarning vasitasi bilan Suriyaga berib qolgan? Suriya ularning mahshargoyi bo'lib qolamdi. Bu mazmunlarga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli kelarki sonda bo'lsin. Köktirep durar mezmut Tanrı tağları görkem Tanrı tağları görkem Köktirep durar mezmut Tanrı tağları görkem Tanrı tağları görkem Yurtum